Nima yeymiz? Shirali yeymizmi? Mayli. Qanaqasidan? Bular ham yaxshi ekan. Pari, sen nima yeysan? Hech narsa yemayman, diyetadaman. Nima? Qachondan beri? 10 kundan beri Qancha ozding? 300 gram tashladim. 10 kunda 300 gram. Ajoyibsan-da. Nima sekin-sekin ozib olaman. Mayli, qani urinib ko'rchi. Shunda hozir hech narsa yemaysanmi? Ofitsiant, bizga qarab yuboring. Hech bo'lmasa suv ich. Mayli, suv ichaman. Suv mumkin. Kaloriyasiz. Bizga 2 ta sharbat, 2 ta shirinlik va bitta gazsiz suv. Chiroyli yigitlar ekan. Hech narsa esimdan chiqmadi-ku. Voy, gullarim qurib qopti-yu. Suv quyishdi. Ha, qayerlarda yuribsan? Dadasi, Ha? yurakni yordingiz-a? Yuragim Qachon keluvdingiz? O'zing qayerdan kelyapsan? Men maoshimni olgandim bugun. Bozorga tushdim. Qizimiz sepiga deb bu narsalar oldim. Voy, shunaqa zo'r narsalar oldim dadasi. Na qizing uyda o'tiradi, na sen uyda o'tirasan. Qayerda yurasanlar senlar? Qorin tatalab ketdi-ku onasi. Voy, hozir tayyorlab beraman dadasi. Hozir tayyorlayman. Faqat olib kelgan narsalarni ko'rsangiz-chi. Voy, juda chiroyli narsalar oldim. O'zim biram maza qilyapman ko'rib dadasi. Oldin qizingga sovchi kesin. Latta-putta keyin ham bo'laveradi. Voy, dadasi, siz qayerdan bilasiz? O tomdan daraja tushganda sovchilar kirib kelsa nima qilaman? Shoshib qolmang deyapman. Sovchi kirib kelsa, shu latta-puttaga chopasan keyin. Oldin kesin deyapman-ku. Ishqilib Maosh oldim. qizimizni baxtini bersin deb. Beradi. Nima bermas ekan? Beradi. Berarmikin? Vaqti bilan bo'ladi. Aytyapman senga. Oldin sovchi kelsin, buyog'i bir gap bo'ladi. Keladi dadasi. Hozir beraman dadasi, hozir. Quymoq qovur. Quymoq. Hop, nima desangiz shu dadasi, nima desangiz shu. Hozir. Ya chuchuk varaqa achish. Mayli dadasi. Rostdan ham shirin ekan. Ertaga nima darslarimiz bor edi? Bilmadim. Hali ko'rmadim. Ertaga ko'p ishlarim bor edi. Pari, nega jim o'tiribsan? Shunchaki. Nima, bizdan xafamisan? Yo'q. Shirinlikdan yeysanmi? Ozgina yesam semirib ketmasmikinmi? Yo'q, ozgina yesang semirmaysan. Bo'lmasa men ham bitta yetaman. Ana ofitsiant bo'lib qatdi edi. Alo. Assalomu alaykum. Keldingizmi? Bo'ldi, xo'p. Hozir tushaman. Dilshod akam kelibdilar, qizlar. Ketishim kerak. Kelgan bo'lsa kutib turadi, ol oxirigacha yeb, keyin ketasan. Endi kuttirolmayman-da, qizlar. To'g'ri tushuninglar.
Mana qizlajonlar, to'lavorasizlar. Sen ham o'zingga etgin. Bitta yesang semirib qolmaysan. Xo'p. Bitta qizlar, gaplashamiz. O'qishda ko'rishamiz. Xo'p. Yigitli to'qqiz. Men ham yigitim kelibdi shekilli, qo'ng'iroq qilyapti. Alo, assalomu alaykum. Keldingizmi? Xo'p, hozir chiqaman. Pari ketsam xafa bo'lmaysanmi? Yo'q, nima ham deyman. Bor ket tur. Aniq xafa bo'lmaysan-a? Yo'q. Mayli, unda ertaga o'qishda ko'rishamiz. Bo'pti. Kech qolmasdan voqli kelgan, xo'p? Xayr. Pulini kartamga tashlab yuborarsan? Xo'p. Hamma dugonalarim yigiti bor-ey. Hammasini olib ketishadi. Bitta men qolaman. O'l, bo'lib ketmasin. Rostdan ham zo'r ekan. Bugun bir qo'lbola qilib xonim qilibsiz-da. Bozorga keta qilib. Mana. Ol qizim. Men qara. Nonsiz yesang yaxshiroq bo'ladi. Oling dadasi. Oyi, yana qaynatmami? Qizim, ozgina ozib olgin, keyin xonimlarni bemalol yeysan. Qara, semirib ketganingni. Yana boshlading-a. Nima deyapman? Yema. Nima qilsin bu bechara? Ozgina ozsin deyapman dadasi. Biz xonim yeganda bu sho'rva ichib o'tiradimi? Ichadi dadasi, ichadi. Sen bir narsani bilib qo'y. Meni qizimga teng keladigani yo'q. Agar meni qizimni mana shu turishda yoqtirmayotgan bo'lsa, o'sha yoqtirmaydiganga meni beradigan qizim yo'q. Ha, har doim mana shu gap ushlab olgansiz. Har doim aytasiz. Har doim emas. Bundan keyin ham gapiraman. Bundan oldin ham gapirganman. Dadasi, qizingiz nechaga kirdi? 25 ga kirdi dadasi. Nima shunaqa olib o'tiraverasizmi? Bu ham erga tegishi kerak-ku. Shuning uchun ozgina ozsin deyapman, sal ixchamroq bo'lsin deyapman. Shuni uzatib olay, eson-omon joyiga qo'yib olay shuni. O'zini baxti uchun ozgina kurashsin, ozgina qiyinchilikdan o'tsin. Oyi, yana shu gapmi? Shunchalik joningizga tegdimmi? Jon qizim, erkatoyim, jonimga tekkaning yo'q. Men nima qilayotgan bo'lsam ham seni baxtingni ko'zlab qilyapman, qizim. Ozgina tashagin, ozgina. Ol, sho'rvangni ichib olam, ol. Mendan xafa bo'lma, qizim. Majburman. Oloq. Meni mazza qilib senga ana qilayotganim yo'q, shu bolam och qoldim. Men qara, telefonim qani? Ko'rmadingmi? Yo'q. Top ber. Hozir kerakmi telefoningiz? Futbolni men Ovqat yeyotgan paytda telefon yig'ishtirsa bo'ladimi? yo baraka topkur, futbol o'tib ketyapti. Men necha bo'lganini juda bo'lmasa ko'ray. Bilasan-ku, futbol meni hayotim. Telefonsiz iloji yo'q-a? Yo'q. Top. Voy xudoyim, u narigi xonada qolgan. Olib kel. Keyin olsa bo'lmaydimi? Yo'q, olib ber, bo'la qol, bo'l. Tur. Ovqat yegandek qilmaysiz odamni. Oyinchi gapiradi, bildingmi? Ye. Ozgina yeyman dedi. Ol. Tez bo'l. Shtu telefon bola bor. Mana. Biram zo'r bo'ptiki. Osh bo'lsin. Qoyilman, lekin qoyilman. Yeyapsanmi? Non olmadingmi? Yo'q. Non yema. Men qara, rostdan ham o'zing pishirdingmi buni? Ha, kim pishiradi bo'lmasam? Voy, buncha mazasi zo'r buni. Rahmat. Osh bo'lsin. Shunaqangi ishtaha bilan yeyapmanki. Anaqa. Voy, bu buncha mayda buni yoziga, bu ko'rinmayapti-ku. Ana. Mana xabar keldi. Nima bu endi? Nima ko'rmayapman-ku? Ochkiyim qani? Ochkiyim qani?
Hozir endi achkiga bordiysizmi? Nega qo'shib olib kelmaysan o'zing? Bunda ishlatmaysan kallangni. To'r achkilarni olib kel. Nima qilasan buni ovora qilib endi? O'qishdan charchab kelgan. O'zi biz xonim yeb turgan joyda sho'rva ichib o'tiribdi. Ichsin tinchgina sho'rvasini. Men mazaqqa uyda o'tiribman, men ham ishlab kelyapman dadasi. Mana yana xabar keldi. Tur achki. Voy ana. Voy olib kel. Tez olib kelsin, mana shu ovqatni tinchgina yeb olsam maylimi? Voy necha bo'lib ketyapti. Bor olib kechkiymi? Og'zimga solsam maylimi? Baraka topkur, olib kechkiymi, hozir olib qo'yaman ovqatingni. Bo'l. Bu ko'ramyapmanmi? Bu olib kelgan tur onasi qayerga qo'ydi machkini? Hozir. Voy, mamusha. Qo'lingda yesang bo'lmaydimi seni? Qayerga qo'ygansiz? Yo'q, o'sha yerda. Qara. O'sha yerda qayerda adresi bormi? Boya kiraverishga qo'ygandim. O'sha yerda bo'lmasa, ana yotoqxonani qara. U yoqda ham bo'lmasa-chi? Hovlini qara. Bilasan-ku, qayerga qo'yganimni bilmayman. Topmadingmi? Yo'q. Qara. Topdim. Voy. Mana. Ana, bo'larkan-ku mana. Juda ham mazali sho'rva ekan onajon. Bo'ptimi? Hali ham ichib bo'lmadi. Rahmat. Yo, sekin ichaman. Ana, ko'zlarim moshday ochildi. Ana, shuning uchun ham yaxshi ko'raman-da seni. Voy, boshqa sig'mayapti oyim. Nega? Oshqozonim ancha kichrayib qoldi. Diyetadaman-ku. Endi faqat sho'rva ichgandan keyin kichrayib ketadi oshqozonda. Biz mana unaqa ovqat yeb turgandan keyin. Men qara, bu necha bo'pti? Sen ham qiziqarding-ku futbolga. Nechini achkida ham yaxshi ko'rinmayapti, Marku. Ovqat qildiray. Voy. Oshmasan onajon? Rahmat. Juda ham shirindir-a? Osh bo'lsin. Ol. Men shu butun umrim endi futbol tomosha qilib o'tamanmi? Boshqa kanalga olaylik. Men qarab, boshqa uyga chiqib ko'r. Bor-ku televizorlar boshqa xonada ham. Shu yerda o'tirib ko'rgim kelyapti. Bo'pti. Telefon bo'lyapti. Alo. Assalomu alaykum opajon, yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Tinchmisizlar? Yo'q-e? Rostdan. Voy, lovani unashtirdingizmi? Voy, buncha yaxshi. Maslahat deysizmi? Mayli, bo'ldi. Boramiz. Xo'p, opa. Xayrli bo'lsin. Men. Xo'p, opa, xo'p. Yeysanmi? Sen ham yeyapsanmi? Yo'q, oyim. Mumkin emas bunga. Yeyapti-ku, hozir yedi-ku. Kim qildi? Opam. Nima deydilar? Lobarni unashtirishdi. Ertaga maslahatga chaqirishyapti. Voy, zo'r bo'pti-ku. Qo'sha qarsin. Zo'r. Qani edi men ham shu qizimni uzatsamidimi, bir to'y ko'rsamidimi? Uzatamiz vaqti kelib. Oyim, yana shu gapmi? Uzatarsiz bir kun. Yana semizlikni gapirmoqchimisiz? Men qara, bo'ldi, kamsita urmagan qizimizni. Kamsita aytganim yo'q, dadasi. Shu qiz meni ham qizim. Bilaman seni ham qizingligini. Cho'nachi. Cho'nachi. Hadeb gapiraverdim bitta gapni. Ana, xafa qilding. Voy, Pari. Bolani bunday ko'ngliga tegadi ham demaysan-a. Xafa qilding shuni. To'y ko'ray deyapman. Ko'nglini og'ritding. Shunga? Qo'y. Yana men yomon. Mana shu qizim ozgina ozsin, shu bir baxti ochilib ketsin desam ham men yomon. Mana, dadasi. Biznikilar yutqizyapti-yu. Voy, menga nima? Assalomu alaykum ojon, assalomu alaykum dadajon. Yaxshi dam oldinglar? Va alaykum. Ke qizim. Yaxshi dam oldingmi? Yutkizishyapti. Ko'rgim ham kelmaydi-da, shunaqa qilganidan keyin. Mana qizim. Ol. Ol, nonushtangni ol. Oyi, suvmi? Menga ham tuxum qovurib berasizmi? Senga tuxum nimaga?
Qizim. Bo'ladi senga shu. Nima? Qovur bitta. Nima deyapsiz dadasi? Ozgina ozsin shu qizingiz, ozgina, ko'p emas, ozgina. O bitta tuxum bilan nima semirib qoladimi? Ha, dadasi. Bunga zararga ishlaydi. Men qara, jonimga tegdi, bildingmi? U seni o'sha diyeta piyeting. Va baraka top. Ha bu hozir o'qishga ketayotgan bo'lsa, yo'l po'lda hushidan ketib qolsa nima bo'ladi? Bitta suv nima bo'ladi bu? Nimaga hushidan ketadi, dadasi? Voy, menga rahmat aytadi hali. Oyi, ovqat bersiz rahmat aytamanmi? Men bir stakan suv bilan tushlikkacha bormayman. Chi deysan, borasan. O baraka topkur, buni ozg'inligini nima qilasan? Sog'ligini o'ylaylik. Voy, nima deysiz? Ozgina ixcham bo'lsin, ozgina ko'p so'rayotganim yo'q-ku. Nima deyapman men? Tur bitta qovur. Dadasi. Tur. Qovur. Bo'lmaydi bo'lmasa. Xo'p, Qorong'ida keladi bu. qovurmayman, qaynataman. Bitta. Rahmat, shunisiga ham shukr. Qaynagani ham bo'radimi? Bo'laveradi. Chunki ozdiraman deb garing bo'laman. Yo'q. Yesin. Yaxshilab pishirgan. Xo'p. Al ye. Voy, qarab turganda botir ol. Tez ol. Shu yemasa nima qilar ekan? Ko'p gapirma. Suv bilan bo'lsa bo'ladi-ku. Tuzini yaxshilab sol. Mazali. Qayoqqa tuzini solaman hali? Endi solyapman-ku. Mana qo'ydim hozir. Birpasda pishadi. Voy bu sarg'icha shirin bo'lar ekan-a buni, ha? Voy, qara. No. Bechorani qaradim. Nima ahvol endi bu? Nimamcha bechora deyurasiz? Qachon qaynaydi u? Hozir pishadi. Kech qoladi-ku o'qishiga. Kech qolmaydi. Ikkita qizimmi bitta bo'ladi-a, bitta. Bo'lar ekan. Hozir. Qol suvini ich. Tiqiltirma, Voy, ichadi ovqat yemasa tuxumni oldin suv ichsin, mana yaxshi bo'ladi, foyda bo'ladi. Ich. Ey, to'xta! Hozir qo'raman. Ruldam, telefonga gaplashib ketasanmi? Bolani urib yuboradi deding-ku. Kene, baqirguncha bolaga qaramaysizmi? Bu yo'l bo'lsa. Birinchidan bola mahallada ketyapti. Maylimi, sen sekinroq haydash kerak, ro'lga qarab yurish kerak. Ikkinchidan men seni kenay emasman, tushundingmi? Bu meni bolam emas. Olifda. Yur, maktabga ketyapsanmi? Qaysi maktabda o'qiysan? Bo'pti, uzr. Seni sal dovdiramasdan yur. O'zingni pishirib ye. Ahmoq. Namuncha qolib ketdi, Farid. Bilmasam. Ana kelyapti. Keldingmi? Qizlar. Qalaysizlar? Qalaysan? Yaxshimisizlar? Namuncha qolib ketding? Oy, bittasi bilan tortishib kelyapman. Voy, ertalabdan kim bilan tortishding? Bir yigit bilan-de. Yigit deysanmi? Qanaqa yigit? Bizga ham aytib ber. Yo'ldan bitta bola o'tayotgan ekan. U yigit sal qoldi mashinada urib yuborishga uni. Men uni qutqarib qoldim. Men bilan tortishib ketsa bo'ladimi? Olifda. Nima emish? Bolangizga qarasangiz bo'lmaydimi? Kenaya deydi. Voy, farosatsiz yigit. Hali senga shunaqa dedimi? Aha. Ikki og'izda ovozni o'chirib qo'ydim. Balosan dugonajon, balosan. Shunaqa lekin ertalabdan sabim buzishdi. Shunga ham asabing buzib o'tirasanmi? Bo'pti, ketdingmi birinchi paraga? Bugun birinchi paramiz yo'q ekan. Yuringlar, kutubxonaga kiramiz. Qanaqa kutubxona? Qornim ochib ketdi, bufetga kiraylik. Sen dietada emasmiding? Bugun dietaga dam beramiz. Ketdik, ovqatlanamiz, ket. Bo'pti, men ham nonushta qilmagandim. Hozir. Nima qilganingiz bu? Voy. Siz? Yana sizmi? Yana sizmi? Ha, manmi? Siz bu yerda nima qilyapsiz? Voy, do'konga kiryotgandim, maylimi? Odamga qaramam, eshikni ochadimi? Ko'zmi bu? Uzr, endi bilmay qolman, voy. Hadi uzr so'raverasizmi? Endi noqulay vaziyatga tushirib qo'ygandan keyin uzr deyman deb, boshqa nima deyman?
Uzg'irt palakat bola ekansiz. Xo'p, endi bilmay qoldim. Shunga shunchami? Suv ichasizmi? Ichaman. Agar o't-butga ketayotgan bo'lsangiz, yo'lim tashlab qo'yaman. Yo'q, o'zim yetib olaman. Rahmat. Suvingiz ham boshingizda qolsin. Opa, nima qildingiz? Men birga gaplashdinglarmi? Yo'q-e. Kuyov tomon o'zlari hal qiladigan bo'lishdimi? Uncha yaxshi. Voy, opajonim, sizga bir ham havasim kelyapti. Men ham qizimni uzata olarmikin mana. Qizimni ham yoshi o'tib boryapti. Uni so'rab bironta sovchi ham kelmadi-ya. O'ylaganim sari siqilib ketyapman. Ha, dieta qildiryapman. Ozib qolarmikin deb o'ylayapman. Endi bilmadim nima bo'ladi bu yoq. Iloyim qizimni ham baxtini bersin. Mohi, nima chaqirding bizani? Qizlar, xullas, men turmushga chiqyapman. Rostami? Tabriklayman o'rtoqjon. Tabriklayman. Rahmat. To'y qachon endi? Bilmasam, quda taraf keyingi oyga deyishyapti. Yaxshi, yaxshi. Juda ham zo'r. Mazza qilib o'ynab kelamiz to'yingda. Ha, aytgancha o'qishing nima bo'ladi? Shohruh akam to'ydan keyin ham o'qiysan deganlar. Yaxshi. Uncha yaxshi Shohruh aka. Ha. Menga qara. O'zingning to'ying qachon? Yigiting nima deyapti? Ularga qolsa, to'yim bugunni o'zida bo'lsa. Lekin men shoshiltirmayapman. Yoshlik yashdan maza qilib surib oling. Mayli. Bilasanmi? Qaynonam kecha kelgandilar. Nima sovg'a qildilar? Qani? Qara. Voy, muncha chiroyli. Hamma dugonalarimning yigiti bor. Hatto ular uylanishga ham tayyor. Men esa yolg'izman. Nima qilsam bo'ladi? Qachongacha bu ahvolda yuraman? Rosa chiroyli ekan o'rtoqjon. Pari, qara, chiroylimi? Mana. Voy. Uncha asal. Qaynonam kecha kelgandilar uyga. Sovg'a qildilar. Baxtlisan, baxtlisan Zo'r. Yaxshi kunlaring taqib yurgan. Rosa havas qilaman. Qizlar, tijoga borishim kerak edi. Maylimi, anaqa keyin yana gaplashamiz, xo'p? Mayli. Yaxshi o'tiringlar. Yaxshi bor. Pari xafa bo'lib qoldimi? Bilmadim, menga ham shunaqa tuyuldi. Yoki meni gapimga xafa bo'ldimi? Maqtangan odamga o'xshab qoldimi? Ah, yo'q, nega unaqa deysan? Ha, Lobar, men yetib keldim. Sen aytgan klinikaga. Ha. Ishqilib ishonchlimi? Aha. Men qara shifokor ismi nima edi? Farhod Abrorovich, aha. Xo'p, Lobar, bitta iltimosim bor. Oyimga shunisi demay tur, xo'p, iltimos sani hech kim bilmasin. Keyin o'zim bafur juziga tushuntiraman hammasiga. Xo'p, rahmat kattakon jiyan, bo'pti. Pari, endi o'zing uchun kurashadigan vaqting keldi. Men ham endi ozaman, o'zgaraman. Ustimdan kulganlar hali uyalib qolishadi. Mumkinmi? Keling. Siz? Yana sizmi? Keling. Dunyo tor deb shuni aytsa kerak. Qani, marhamat, o'tiring.
Tushunmadim. Siz shifokormisiz shunda? Hada? Nima, shifokorga o'xshamaymanmi? Yo'q, o'xshaysiz. Men sizni boshqacha yigit deb tasavvur qilgan ekanman. Endi 6 yil o'qidik, izlandik. Mana endi bo'lsa o'z kasbimizni egasi bo'lib o'tiramiz. Ha, yaxshi. Modomiki tanish ekanmiz, keling maqsadga o'tib qo'ya qolamiz. Mayli. Men oshqozonimni operatsiya qildirish uchun keldim. Nimaga aynan operatsiya qildirish xayolingizga kelib qoldi? Nima uchun bo'lardi? Odam oshqozonni nima uchun kestiradi? Ozish uchun. Men qarang, sizga maslahatim, hali yoshsiz. Bunaqa operatsiya qildirib nima qilasiz? To'g'risini aytsam, men ham dugonalarimga o'xshab ozg'in bo'lib yurish xohlayman. Lekin men sizga bu operatsiyani maslahat bermayman. Chunki siz hali yoshsiz, chiroylisiz. Bu operatsiya hozirda bo'lmasa-da, lekin keyinchalik hayotingizga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. To'g'ri. Agar operatsiyani sizga qildirsam, salbiy ta'sir qilishi mumkin. Chunki siz palakat odamsiz. Uzr-u. Ana, o'zim bilar ekansiz-ku, o'shaning uchun ham men sizga bu operatsiyani maslahat bermayman. Bu masalada siz yaxshilab o'ylab ko'rishingiz kerak. Aytmoqchi, ismingiz nima? Ismim Pari. Pari. Ismingiz ham o'ziga o'xshab chiroyli ekan. Bo'lmasam, men yana kelarman. Yaxshi qoling. Mayli. Qizim, keldingmi qizim? Xushxabar. Xushxabar qizim, xushxabar. Oyi, tinchlikmi? Sovchilar kelishyapti qizim. Ammang qo'ng'iroq qildi. Ana qo'shnisi kelin qidirib yurgan ekan. Ammang seni maslahat beribdilar. Bo'la qol, tayyorgarliging ko'r. Sovchilar hozirmi? Ha, hozir qizim, hozir. Menchi dasturxonni harakatini qilaman. Sen chiroyli ko'ylaklarni kiyginda pardoz andozing joyiga keltirgin, xo'pmi? Ya xudoga shukr. Xo'p. Xudoga shukr, jonim qizim, xudoga shukr. Voy, oyi, darrov unaqa xursand bo'lib ketmang. Hali u yigitga yoqamanmi, yo'qmi? Nimaga yoqmaysan? Yoqasan. Yoqasan qizim. Bo'pti. Harakatingni qilgin. Jon qizim, harakatingni qilgin. Bo'la qol qizim, bo'la qol. Bo'la qol. Ey xudo. Kattalarim uzatganda shunchalik hayajonlanmagandim-a. Dadasi ham qayerda qolib ketdi ekan? Ey xudoyim, bir bozorga jo'natmagan ekan-a. O'zim borib kelsam shu paytgacha kelgan bo'lardim-a. Sovchi kelganda nima qo'yardi o'zi? Dadasi keldingizmi? Voy, qaysi biring borsan? Voy. Voy, xudoyim, qachon edi ketganingiz dadasi? Bor-e. Shuncha ham bozorda yurasizmi? Belim Ovqat chiqib ketdi-da. bozorida o'tiribman sizni deb. Shuncha ham narsa yozadimi? Tavba qildim. Butun Hammasini bozorga aylanib chiqim mana. Hamma Narsalaringni olaman deb. Hammasini oldingizmi ish qilib? Oldim, mana tekshirib ol. Yaxshi. Qo'lim uzilib tushiydi-deya. Pulingiz yetdimi ish qilib? Mana. Bir 5000 so'm. Shuni ham mana bunisi chirib ketgan. Nima bilmayman. Bo'pti, yetibdi-ku. Muhimi shu, yetibdi. Ertaga nima qilaman yo'l kiramga? Xudo beradi, qo'ying. Meni boshim qotyapti hozir dadasi. Hamma narsa qildim. Osh qilaymi yo qozon kabob qilaymi? Kimga? Sovchiga? Sen joydam seni? Nima dedim? Nega sovchiga osh, qozon kabob bir narsalar qilasan? Sovchiga bir chiroyliroq kutib olay deyapman. Baraka topkur, seni kesuvchilikka borganimizda bitta choy bilan kutib olishgan. Voy. Nega o'zlaringcha yangiliklar qilaverasanlar? U meniki edi-da, dadasi. Assalomu alaykum dadajon. Yaxshi keldingizmi? Oy, mana shu ko'ylak oladim. Shuni kiymoqchimisan? Men qara xonamga kirgin, korset tayyorlab qo'yganman. O'shani taqqin. Ey, Nafasim qisib qo'yadi, oy. Sabr qilasan, yerga tegish osonmi? ana, nafasi qisib qoladi. Bir Nima pasga qilasan? hech narsa qilmaydi, bir pasga. Yo, nega Ozgina qiynay? tortilib tursin. O baraka topkur, nega qiynaysan? Yarashib turibdi ko'ylagini qara. Voy qizim, chiroyli turibdi.
qip-qizil gullari bilan zo'r turibdi. Lablaringga mos tushib turibdi. Kiyaver shuni. Rahmat dadajon. Oying gapiraveradi. Kelaman. Har doim shunaqa qilasiz. Nimasi yomon? Mana shunaqa qilasiz-da, dadasi, mana shunaqa qilasiz. Shunaqa Siz qilaman. shu darajaga siz olib kelgansiz o'zi shuni. Hechchamda sen qiynayapsan. Ye qizim qilib. Ye qizim. Uylanadigan bola bor-ku, mana shu qizimmi? Mana shu bus butun boricha qabul qilsin. Qabul qilsin. Bo'lmasam ana katta ko'cha. Boshqasini qidirsin. Qiltirig'ini. Xudoyim, men sizlarga bir gap gapirganda qochgin. Ko'p gapirma. Qornim ochib ketdi bozoringni qilguncha. Ber menga nimadir. Men o tayyorlasam beramanmi? Hech narsa yo'q edi, o'shanda siz bozorga jo'natdim. Hech narsam yo'q edi. Qara olib keldim. Mana go'sht bor. Nima olib keldingiz? Tovuq bor, qiyma bor ichida, olma bor, uzum O'zingiz bor. o'ylab ozgina bir narsa olib kelmabsiz. Somsa olib kelganingizni hozir berardim. Yo'q, hozir tayyorlashim kerak, uncha vaqt ketadi. Sabr qilasiz. Tavba qildim. Sovchiga shashlikmish, kabobmish, haligi U sovchi dadasi, u sovchi. Sovchi. Qizingizga sovchi kelyapti. Bo'ldi. Hayajonlanmaymiz dadasi. O'zim hayajonlanib ketyapman hozir. ko'chib ketaman shakilli bu uydan de. Sabr dadasi, sabr. Hozir qilaman. Hozir tayyorlayman. Xush kelibsiz, egachi. Xushvaqt bo'ling. Uydagilaringiz yaxshimi? Yaxshi o'tirishibdimi? Rahmat, yaxshi. Uyimizni qiynalmasdan topib keldingizmi ish qilib? Yo'q, uylarni topish unchalik qiynamas ekan. Pishiriqlardan oling, qizim o'z qo'llari bilan pishirgan. Voy, qo'llari dard ko'rmasin, juda ham chiroyli chiqibdi. Endi meni kelganimni sababiga kelsak, bir o'g'lim bor. Ismi Xurshidjon, juda yaxshi yigit. O'z kasbini ustasi, ofisda menejerlik qiladi. Yaxshi. Lekin yoshi 30 ga kirib qoldi-yu, lekin hech ham uylanay demaydi-da. Nima emish? Ko'nglidagi qizni topa olmayotganmish. Qo'shnimiz Karomatxon jiyanlari Parixonni rosa ham maqtadilar. Shunga yaxshi niyatda kelaverdim. Meni qizim talaba. Bu yil Xudo xohlasa o'qishini tugatadi. Nima soha bo'yicha o'qiydilar? Ha, qizim tarjimonlikka o'qiyapti. Hozir bilasiz-ku, til bilgan el biladi deyshadi. Shunga qizim ingliz tili, koreys tiliga o'zi qiziqib o'qidi. Juda yaxshi. Qizingizni o'zlarini ko'rsam bo'ladimi? Ha, albatta. Pari? Choy olib kelgin, qizim. Xo'p bo'ladi, oyijon. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Xushvaqt bo'ling. Baraka toping. Juda chiroyli, istarali qizingiz bor ekanlar. Ilohim baxtli bo'lsinlar. Ilohim aytganingiz kelsin. Endi ochig'ini aytsam, qizim juda mehribon. Ko'ngli toza, birovga bir ziyoni tegmaydi. Qo'li juda shirin. Uylarni ham ozoda tutadi. Faqat shu to'lachaligini aytmasa, o'zi mehnatsevar qiz. Juda chaqqon. Nima qilibdi to'lacha bo'lsa? Axir bu qizingizning aybi emas. Eng muhimi, qalbi go'zal bo'lsin. Qolganini to'g'rilasa bo'ladi. Yuzlari oydek qiz ekanlar. Rahmat opajon. Unday bo'lsa, yoshlar bir uchrashib ko'rsa, nima deysiz? Mayli, dadamizdan bir so'rayman-da, keyin Xudo xohlasa uchrashuvga chiqishar. Bo'lmasa, sizga ertaga qo'ng'iroq qilib, uchrashuv joyini aytaman. Keyin yana gaplashamiz, maylimi? Xo'p, rahmat. Xush kelibsiz. Oling. Rahmat. Narsadan olib turing. Men keldim. Hech kimni ko'rmayapman. Yosh bolalar, qanaqadir kishi. Qani u qiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. U qiz allaqachon kelgan. Qora ko'ylakda. Ismi Pari. Pari? Ha, men Pariman. Hozir 1 minut. Oyit, qanaqa qiz topdinglar menga? Shu qizga ham uylanamanmi?
sekinroq gapir, xafa bo'ladi. Mani ko'nglimni kim o'ylaydi? Ahvolini qarang. Xafa bo'lsa bo'lar. Oshna og'anim oldida nima degan odam bo'laman? Uylanmayman men bu qizga. Bo'ldi, men o'zim topaman. Bo'pti, uyga boringlar, gaplashamiz. Yo'l bor-ku, o'tsang-chi. Pari, qalaysiz? Voy, Farhod aka. Assalomu alaykum. Uzr. Va alaykum assalom. Qalaysiz? Yaxshi, rahmat. Bezovta qilmadim. Ayo. Tuncha signal chaldim. Eshitmadingizmi? Yo, eshitdim. Kim signal chalyapti ekan deb asabiylashib ketdim, uzr. Hechqisi yo'q. Nima kayfiyatingiz yo'qmi? Qayerga ketyapsiz? Tinchlikmi? Yo, yaxshi hammasi. O'zi ertaga siz oldingizga bormoqchi edim. Yaxshi-ku. Nima masalada? Tinchlikmi? Endi sizni yuzingizni ko'rganim bormayman-ku. Shu oshqozonimni oldirmoqchiman. Qarorim qat'iy. Sizni nima, kimdir xafa qildimi yoki dilingiz og'richdimi? Nimaga to'satdan bunaqa qaror berdingiz? Meni o'zi shu paytgacha hech kim xursand qilmagan. Vaqtingiz bormi? Yaqin orada bir yaxshi kafe bor. Biroz gaplashardik. Kafeda men bo'lammi? Siz bilan deyapman-ku. Qanday bo'lar ekan? Yaxshi bo'ladi. Begona emasman-ku. Borsiz boribsizlar. Ketdik. Ishqilib yana bironta palakatda boshlamaysizmi? Yo'q, ketdik. Xo'sh, ne kayfiyatingiz yo'q? Shunchaki. Kayfiyatingizni ko'tarilishini xohlayman, chunki hayot juda ham go'zal. Inson mazza qilib ushbu hayotdan zavq olib yashash kerak. Tushunyapsizmi? Keyin shirinlikka qanaqasiz? Men shirinni yemayman. Yoqtirmayman. Lekin bu yerni shirinliklari boshqacha. Bilmadim, tatib ko'rganmisiz yo'qmi? Xohlasangiz buyurtma beraman. Men diyetadaman. Qo'ysangizchi qanaqa diyeta, ha? Nima? Ozmoqchimisiz? Ha, ozmoqchiman. Mazza qilib, shunaqa hayotdan, shunaqa bir shirin taomlardan bahramand bo'lsangiz-chi. Nima qilib o'zingizni qiynab? Men boshqa semirmoqchi emasman. Tushunyapsizmi? Men semizlikdan qutulmoqchiman. Masalan, siz semiz qizga uylanarmidingiz? Hayotda uylanmasdingiz. Uylanardim. Nimaga endi yo'q? Agar inson chin qalbdan yaxshi ko'rib qolsa, uni semizligi yoki boshqa kamchiligi menimcha sevgini so'ndira olmaydi deb o'ylayman. Chunki inson bu dunyoga bir marta keladi. Insonda tashqi ko'rinish muhim emas. Eng muhimi qalb go'zalligi. Insonning ichini go'zalligi. Shunchaki ko'nglim ko'tarish uchun bu gaplarni aytasiz. Yo'q. Unaqa deb o'ylasangiz adashasiz. Sizdek beg'ubor, qalbi toza qiz menga turmushga chiqaman desa, men nimaga yo'q deyman? Jon deb o'ylanaman. Keyin sizga bir narsa aytmoqchiman. Hech qachon hayotda tushkunlikka tushmang. Kimdir meni sevarmikan degan savolni umuman o'y hayollaringizdan chiqarib tashlang. Ular emas, aslida siz ularni tanlashingiz kerak. Chunki siz haqiqiy baxtga loyiq qizsiz. Tushunarlimi? Qolaversa, sizni boshqa qizlardan hech qanaqa kam joyingiz yo'q. Mayli, men borishim kerak. Oyim kutib qoldilar. Mayli. Yaxshi o'tiring. Kunishi ham o'ziga yarashadi. Qayerda qoldi ekan bu qiz? Qo'ng'iroqqa javob bermaydi.
Assalomu alaykum oyijon. voy valaykum assalom, keldingmi qiz? Keldim. Nima bo'ldi? Uchrashuv yaxshi o'tdimi? Yaxshi. Kayfiyating yaxshi, yigitga yoqdingmi deyman-a? Yo'q, yoqmadim. Unda nimaga xursandsan? Chunki meni yoqtirmaydigan odam bilan turmush qurish niyatim yo'q. Buni oldindan bilganimdan xursandman. Yaxshimisan ish qilib? Yaxshiman oyijon. Mayli, men xonamda bo'laman, xo'p? Bechora qizim. Meni siqilmasin deb o'zini xursand ko'rsatyapti. Hozir xonasiga kirib, o'kirib yig'laydi qizim bechora. Qizim. Charchab ketdim o'qib. Unaqa dema. Yaxshi-ku o'qish. Qizlar, O'tiringlar. ha. O'tir. Qizlar, bu yog'iga endi men o'qishga kela olmasam kerak. Nega? To'yimga oz qoldi-ku. To'y harakatlari degandek. Ha, hash-pash deguncha to'yinam yaqinlashib qoldi. Pari, sen ham harakatingni qilsang bo'lardi. Ha. Men harakatimni qilishim kerak. Erkak kishi emasman-ku. Mani uchun harakat qilishsin. Ha? O'zgarib qopsizmi? Tinchlikmi? Menga qara. Yoki kimnidir topdingmi? Yo'q, bor gap aytolmanda. Noto'g'rimi? To'g'ri. Ana yigit bizga qo'lini ko'taryaptimi? Ha. Kelishgan ekan. Qizlar. Yigitinglar bor-ku, sen yerga tegadigansan. Sizlar boraveringlar, men keyin orqanglardan yetib olaman, xo'p? O'rta bu hozir Parimi? Ha. Meni chimchilab ko'rchi. Haqiqatni ko'ryapmanmi o'zi? Oy. Men shunga hayronman. Bugun quyosh juda ham chiroyli charaqlayapti desam, sizni ko'rinishingiz chiroyli ekanmi? Assalomu alaykum. Mana qarab topdingiz? Endi aytishadi-yu, izlagan imkon topadi deb. Sizni qidirmasdan topdim, ishonasizmi? Qoyil. Endi haligi o'tgan safargi tasodifimizni yana takrorlash uchun siz oldingizga keldim. Mayli, nima ham derdik? Xush kelibsiz. Rahmat. Ko'rinishingiz yaxshi ko'rsatmas. Rahmat. Shunaqa chiroyli bo'lib yursangiz, quyosh yanada ham charog'on bo'ladi. Xo'p, agar yo'q demasangiz, sizni uchrashuvga taklif qilmoqchiman. Uchrashuvga? Baxт. Mayli. Sizga yo'q deb bo'ladimi? Rahmat. Nimani gaplashyapti? Bo'lajak to'y haqida gaplashayotgandir-da. Voy, to'yga boramizmi? Agar yo'q demasangiz, bir yaxshi joyga borib, shirinlik xo'rlik qilardik. Shirinlikmi? Mayli. Sizga yo'q deb bo'ladimi? Xo'p, kelishdik. Bo'lmasam siz sal me'yor deysiz, men ko'proq yeyman, bo'ladimi? Doktorligingizga borasiz deb baribir. Ketdik unda. Bilasizmi, inson uchun eng katta xastalik bu tushkunlikka tushish. Tushkunlikka tushmang. Hali yoshsiz, harakat qilsangiz, bora-bora sekin-sekin ozayasiz. Bo'ladimi? Ozish yo'llarini o'zim sizga o'rgataman. Zo'r bo'ladi. Xo'p, bo'ladi. Ko'ndirdingiz. Yaxshi. O, mana buyurtmamiz ham keldi. Endi shirin qiz bilan shirinlik yeyishdan oldin bir tamaddi qilib olamiz-da. Mayli. Bo'lmasam shirinliklarni yonimizga olib turamiz. Ishi. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117.
Bilasizmi, bu yerda umuman noyob bir narsa bor. Hozir sizga buni ochishdan oldin aytib o'tmoqchiman. Keyin tasodiflarni amalga oshirish vaqti kelmadimi ekan? Nima deb o'ylaysiz? Bilmadim, Iskandar kabob bilan qanaqa tasodif bo'ladi? Mana endi ko'rasiz. To'g'ri, bu sizga kutilmagan holat bo'ldi, lekin agar noto'g'ri tushunmasangiz, menga turmushga chiqing. Roziman. Faqat sal kichkina keldi. Hech qisi yo'q. Boshqatdan yasatib olamiz. Eng muhimi sizga juda ham yarashdi. Juda ham chiroyli ekan. Rozimisiz? Albatta. Hadiyman. Qani bo'lmasam, qarang, shirinliklarga oling. Marhamat.